Assalomu alaykum barchaga. Demak, bugun IDC ikkinchi qismidan ko'p xatlar mavzusi, 3-mavzuni misollarni tahlil qilib chiqamiz va odatga ko'ra 3 karrali misollarni ishlab ketamiz. Qolganlariga o'zingiz urinib ko'rsangiz bo'ladi namunalar asosida. Demak, 3-savoldan boshladim. Shart shunday, 1-dan 3-gacha qaysi ifodalar bir xat bo'lishini aniqlang demoqda. Bir xat deganimizda son va darajali o'zgaruvchilarning ko'paytmasidan tashkil topgan ifodani bir xat der edik va unga ko'ra sonimiz ixtiyoriy, birorta son bo'lsa bo'ldi, musbat, manfiy, kasr ahamiyati yo'q. Demak, harflarda esa darajalar natural bo'lishi kerak, kasr daraja yoki manfiy daraja bo'lishi mumkin emas edi. Xo'sh, birinchisida bu darajali o'zgaruvchi emas, chunki o'zgaruvchi x'imiz darajaga chiqib ketib qolgan. X'ning ikkinchi darajasi bo'lsa, bu bir xat bo'lar edi. Bu 2 ning x darajasi bo'lsa, bu bir xat bo'lmaydi. Bu ko'rsatkichli ifoda hisoblanadi. Xo'sh, ikkinchisida bu ham bir xat bo'lmaydi. Sababi 1/2 ni yozamizda, mahrajdagi x ni tepaga chiqaramiz desak, bu x ning minus 1 darajasi degani. Yuqorida eslatib o'tdik, daraja manfiy bo'lishi mumkin emas, bir xat bo'lishi uchun, demak, bu ham bir xat hisoblanmaydi. Oxirgisiga e'tibor bersak, ildizosidagi bu koeffitsient, biz aytdikki, oldidagi son ahamiyatsiz, birorta son bo'lsa bo'ldi, musbat, manfiy, ildizli ahamiyat yo'q. Bundan buyog'ida x bilan y da o'zi turibdi, bu ildiz ichida emas. Agar x ham y ham ildiz ichida bo'lsa, bu mumkin emas edi. Ildizosida x, y bo'lsa, bu bir xat bo'lmay qoladi. Sababi bu x, y ning 2dan 1 darajasi bo'lib qoladi. Daraja natural son bo'lmay qoladi. Lekin bizda ildizimiz faqatgina 2 ga tegishli ekan va x bilan y alohida turibdi. Demak, bu bir xat bo'ladi. Faqat 3-si bir xat bo'lar ekan. Demak, davom etamiz. 6-savol. Ifodada n ning qanday natural qiymatlarda bir xat bo'ladi demoqda. Demak, 1/n bu koeffitsient, bu ixtiyoriy qiymat qabul qilishi mumkin. Faqat x ning darajasida 4 minus n bor ekan. 4 minus n bizda darajamiz natural son bo'lishi kerak. Buning uchun n ga nechi qo'yamiz? N bo'lishi mumkin. Demak, 0 dan boshlaymizmi? Yo'q, natural degani endi 1 dan boshlayman ekan. 1 qo'ysam bo'ladi. Daraja kub bo'ladi, 2 qo'ysam bo'ladi, 3 qo'ysam bo'ladi va hatto 4 qo'ysak ham bo'ladi. Sabab 4 qo'ysak daraja natural bo'lmaydi, lekin x darajasi 4 qo'yganimda 0 bo'lib qoladi. X ning 0-darajasi degani bu 1 degani, bu 1/n o'zi bo'lib qolib, bu ham bir xat hisoblanaveradi. Demak, daraja 0 bo'lsa ham u bir xat bo'lishi mumkin ekan. Demak, 4 ta qiymatlarda shunday shart bajarilar ekan. 9-savol, mana shuning darajasi. Bir xatning darajasini aniqlashimiz kerak. Bir xatning darajasi uni tashkil etgan harfli ifodalarning darajalari yig'indisi degani. Demak, bu 4 ahamiyatsiz, faqat darajalardagi sonlarga qarayman. 3 bilan 5 ekan, ularning yig'indisi 8 bo'ladi. Demak, bu 8-darajali bir xat hisoblanadi. Xo'sh, 12-savolga o'tamiz. n ning qanday qiymatida mana shu bir xatning darajasi 12 ga teng bo'ladi? Qavsni ochadigan bo'lsak, usimiz daraja ko'paytirilib x ning 2 bo'ladi, y ning 4-si bo'ladi. Endi bu bir xatning darajasi degani uni tashkil etgan harfli ifodalar darajalari yig'indisi degani. Mana shu yig'indi bizga 12 ga teng bo'lishi kerak ekan. Buning uchun 2n barobar 8, n barobar 4 bo'lar ekan. Javobimiz 4 bo'ldi. Xo'sh, 15-savol. n ning qanday qiymatlarda mana bir xatning darajasi 28 ga teng bo'ladi? Bizning chalg'it uchun 2 n'sini bergan, bu ahamiyatsiz, bu koeffitsient bo'ladi. N ga biror son qo'ysak aniq son bo'ladi. Bir xatning darajasi degani uni tashkil etgan harfli ifodalarning darajalari yig'indisi degani. Demak, biz 3n qo'shilgan 4 ni tenglashimiz kerak 28 ga. Mana shu bir xatning darajasi 28 bo'lsin demoqda. Buning uchun 3n teng bo'lishi kerak 24 ga, n teng bo'lishi kerak ekan 8 ga. Davom etamiz. 18-savol. Px ko'p xatning darajasini aniqlang. Ko'p xatning darajasi degani uni tashkil etgan bir xatlarning darajalari orasidan eng kattasi degani. Uni tashkil etgan bir xatlarning darajalari qanday? X ning 6-si bu 6-darajali bir xat. Bu x ning kubi 3-darajali, bu x kvadrat 2-darajali, bu 1-darajali, bu esa 0-darajali ko'p xat. Bular orasidan eng kattasi bizda 6-daraja bo'lmoqda. Demak, bu 6-darajali ko'p xat hisoblanadi. Xo'sh, keyingisida 21 dan 25 gacha px ko'p xatning ozod hadini toping demoqda. Ko'p xatning ozod hadini topishimiz uchun x o'rniga 0 qo'yishimiz kerak. Ya'ni p0 ni topsak, bu uning ozod hadi hisoblanadi. Ozod hadi.
ko'p xatning ozod hadini topish formulasi mana shunday. Demak, bu yerdan P0 topadigan bo'lsang, ozod hadini topadigan bo'lsak, x o'rniga 0 qo'yamiz. Bu 0, 0 bo'lib ketib -12 bo'ladi. Bu 0, 0 bo'lib ketsa -1 bo'ladi. Ko'paytirsak 12 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, davom etamiz. 24 bunda ham ozod hadini topish talab etilgan. P0 ni topaman. X o'rniga 0 qo'yib, 0 qo'ysam -2 ni kubi qoladi, 0 qo'ysam 2 ni kubi qoladi. Bu demak minusdan 64 bo'lar ekan 8 kere 8 bo'lib. Xo'sh, demak davom etamiz. 27 ya endi. Xo'sh, savol qanday? Ko'p xatning barcha koeffitsentlari yig'indisini toping demoqda. Ko'p xatning barcha koeffitsentlari yig'indisi bu yerga yozib qo'yaylik. Barcha koeffitsiyentlar yig'indisi. Ko'p xat uchun formulasi bu P1. Ya'ni x o'rniga 1 qo'yib hisoblab qo'yamiz. 27-da P1 ni topadigan bo'lsak, 1 ni 4-si 1 minus 3 plus 1. Bu yog'i 1 minus 6 plus 9. Hisoblaydigan bo'lsak, bu minus 1 ekan, bu 4 ekan. Javob minus 4 bo'lmoqda. Xuddi shu qoida bo'yicha 30-ni ham topamiz. Barcha koeffitsiyentlar yig'indisi deydigan bo'lsa, P1 ni topib qo'yamiz. 1 ni kvadrati 1 plus 1 ni 4-si, bu yoqda 1 minus 5 ning kvadrati. 2 ni 4-si 16, 1 dan 5 chiqarsam minus 4 kvadrati yana 16 ko'paytirsam 256 bo'lar ekan. Demak, barcha koeffitsiyentlar yig'indisi. 33-savol. Bunda ham o'sha barcha koeffitsiyentlar yig'indisini topishim kerak. Uning uchun P1 ni topib qo'yamiz. 1 ni kubi 1 minus 2 qo'shilgan 1 ning 20-darajasi qo'shilgan 3 ayrilgan 2. Qavsning ichi 0 bo'lar ekan. 0 ni 20-darajasi qo'shilgan 1 bo'lsa, demak 1 ni o'zi bo'lar ekan javobimiz. Xo'sh, davom etamiz. 36-savol nima degan bunda? 34 dan 37 gacha ko'p xatda x ning juft darajalar oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisi. Juft darajalar oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisi uchun formula P1 qo'shilgan P-1 taqsim 2. Mana shu formula P1 ni va P-1 ni topib, ularni o'rta arifmetikini topib qo'yishimiz kerak. 36da shuni qo'llaydigan bo'lsam, juft o'rnidagi koeffitsiyentlar yig'indisi P1 topaman. X o'rniga 1 qo'yamiz. 3 minus 2 ning 4-si plus 1 minus 5 plus 12. Hisoblasak 1 minus 4 plus 12 bo'lar ekanda 9 chiqar ekan. Endi P-1 ni topadigan bo'lsak, minus 3 minus 2 bo'ladimi? Minus 3 minus 2 ning 4-si minus 1 ning 4-si baribir 1. Minus 1 qo'ysam plus 5 plus 12 ekan. Bu 5, 5 ning 4-si 625. Unga qo'shaman 618 ni. Qo'shsak 643 ekan. Endi bularni o'rta arifmetik, ya'ni qo'shib 2 ga bo'lib qo'yamiz. Qo'shsak 652 ekan. 2 ga bo'lib qo'ysak 326 chiqar ekan bu. Demak, bizda javob bo'lar ekan. Davom etamiz. 39-savol. Endi bu yerda 38 dan 41 gacha Px ko'p xatda x ning toq darajalar oldidagi koeffitsiyentlar yig'indisi. Toq uchun qoida P1 ayrilgan P-1 bo'lib qoladi. Taqsim 2. Yana o'sha narsa, faqat ayrib 2 ga bo'lishimiz kerak. Demak, dastlab P1 ni topaman. 1 qo'ysam 1 minus 5 qo'shilgan 2, 1 ayrilgan 3 qo'shilgan 1. Buni hisoblasak, 3 minus 5 minus 2 ko'paytirilgan minus 1 2 chiqar ekan. P-1 ni topadigan bo'lsak, minus 1 ning kvadrati 1 plus 5 plus 2. Minus 1 qo'ysam minus 1, minus 1 qo'ysak plus 3 qo'shilgan 1. Hisoblaymiz. 8 ko'paytirilgan 3 24 bo'lar ekan. Endi bularni ayirib 2 ga bo'lib qo'yamiz. 2 dan 24 ni ayirib 2 ga bo'laman. Minus 11 chiqar ekan javobimiz. Asosan mana shu qoidalarni yaxshilab yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Qachon qaysi qoidani qo'llash kerakligini. Demak, 42-savol. Px ko'p xatni 2 xatga bo'lgandagi qoldiqlarni toping deyapti ekan. Xo'sh, demak, biror ko'p xatni biror ifodaga 2 xatga bo'lgandagi qoldiqni topishimiz uchun mana shu 2 xatni 0 ga aylantiruvchi sonni ko'p xatga qo'yishimiz kerak. X minus 1 qachon 0 bo'ladi? Qachonki x barobar 1 bo'lganda, demak, o'sha 1 ni ko'p xatga olib borib qo'yishim kerak bo'ladi. P1 1 ning 4-si 1 plus 4 plus 5 plus 1 ayrilgan 2. Buni hisoblab qo'yamiz. 9 bo'lar ekan. Qoldig'imiz mana shu bo'ladi. 45 ga ham shuni qo'llaydigan bo'lsak, mana shu ko'p xatni x plus 1 ga bo'lgandagi qoldiqni topishimiz uchun x plus 1 ni 0 ga aylantiruvchi sonni, ya'ni x barobar minus 1 ni
ko'p xatga qo'yishimiz kerak. Ya'ni p minus 1 ni topishimiz kerak. O'rniga qo'ysam minus 1 ni 5-inchisi minus 1, minus 1 ni kubi yana minus 1, oldira bilan plus 4 bo'ladi. Minus 1 ni kvadrati plus 1 bo'ladi. Minus 1 ga ko'paytirsam minus 3 plus 2. Xo'sh, buni hisoblasak, minus 1 minus 3 plus 4 bilan kelsa javobimiz 8 bo'lar ekan. 6 ga 2 ni qo'shamiz. Davom etamiz. 48-savol. Demak, mana shu ko'p xatda, demak, 3x minus 2 ga bo'lganda qoldig'ini topishimiz uchun 3x minus 2 ni 0 ga aylantiruvchi sonni x o'rniga qo'yamiz. Bu degani 3x barobar 2. Shu bo'yicha qolaversin, 3x o'rniga 2 qo'yamiz ekan. Demak, p 2 taqsim 3 deymizmi endi? X ni topib qo'ysak, 2 taqsim 3 mana. P 2 taqsim 3 ni topishimiz kerak. 3x o'rniga 2 qo'yamiz. Demak, bu yerda belgilab oldik. 3x 2 ga teng ekan. 3x o'rniga 2 qo'ydim. Ayrilgan 3 darajasi 6 qo'shilgan 9x kvadrat deganimiz. Bu yerda yozadigan bo'lsak, 9x kvadrat bu 3x ning kvadrati degani. 3x imiz 2 ga teng, 2 ning kvadrati bo'ldi qo'shilgan. 12x deganimiz ham bu 4 karra 3x degani. Demak, 4 ko'paytirilgan 3x o'rniga 2 qo'yamiz. Ayrilgan 5 bo'ldi. Shuni hisoblab qo'yamiz. Ayrilsam minus 1, 6-darajasi 1, 2 ning kvadrati 4, plus 8 minus 5. Hisoblasak, javob 8 chiqar ekan. 51-savol. Buni x plus 3 ga bo'lganda qoldig'ini toping demoqda. Uning uchun x plus 3 ni 0 ga aylantiruvchi sonni, ya'ni x barobar minus 3 ni ko'p xatga qo'yishimiz kerak. P minus 3. O'rniga qo'yib hisoblab qo'yamiz. Minus 3 qo'ysam, minus 3 qo'shilgan 2 ning 111-darajasi. Bu yoqda minus 3 qo'shilgan 4 ning 115-darajasi. 5 ko'paytirilgan minus 3 ning kvadrati. Bu yoqda 4 ni minus 3 ga ko'paytirsam minus 12, minus 2. Shuni hisoblab qo'yishimiz kerak. Bu minus 1, toq darajasi yana minus 1. Bunda 1 ekan, plusdan 9 u 45 bo'ldi, minus 14 bo'ldi. Javobimiz 31 chiqar ekan. Davom etamiz. 52 dan 61 gacha a ning qanday qiymatlarda px ko'p xat berilgan 2 xatga qoldiqsiz bo'linadi? Berilgan ko'p xat berilgan 2 xatga qoldiqsiz bo'linishi uchun bu ifodani 0 ga aylantiruvchi son ko'p xatni ham 0 ga aylantirish kerak. Ya'ni x plus 1 qachon 0 bo'ladi? Qachonki x barobar minus 1 da. Minus 1 da bu ifoda 0 ga aylandimi? Demak, minus 1 da ko'p xatimiz ham 0 ga aylanishi kerak bo'ladi bo'linishi uchun. Demak, x o'rniga minus 1 qo'yib 0 ga tenglaymiz. Minus 1 qo'ysam, p minus 1 barobar minus 1 4-inchisi 1, minus 1 ni kubi minus 1, minus 1 ni kvadrati plus 5 bo'lar ekan. Minus 25 plus a. Mana shu ifoda 0 ga teng bo'lishi kerak. Birlar ayrilib ketsa, minus 20 qo'shilgan a barobar 0. Bundan a teng 20 ekanligi kelib chiqar ekan. Davom etamiz. 57-savol. Mana shu ifoda x plus 3 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun a necha bo'lishi kerak? Bu ifoda ko'p xatimiz x plus 3 ga qoldiqsiz bo'linishi uchun x plus 3 ni 0 qilgan son, ya'ni minus 3 imiz ko'p xatni ham 0 ga aylantirishi kerak bo'ladi. Demak, p minus 3 ni o'rniga qo'yamiz. X o'rniga minus 3 qo'ysak, 4-81 bo'ladi. Minus 3 ning kvadrati 9, 9 kere 3 27 bo'ladi. Minus 3 qo'ysam minus 18 qo'shilgan a barobar 0 bo'ldi. 81 dan 27 esa 54, 54 dan 18 ni ayiradigan bo'lsak, 36 qolar ekan. Qo'shilgan a barobar 0 bo'ldi. Bundan a barobar minus 36 bo'lar ekan. Xo'sh, davom etamiz. Yana qanday savol? 60-da ham shu shart ekan, ya'ni mana shu ifoda, mana shu ko'p xatimiz 3x minus 1 ga bo'linishi uchun a necha bo'lishi kerak deyapti. Uning uchun 3x minus 1 ni 0 ga aylantiruvchi son, ya'ni 3x barobar 1 yoki x barobar 1 taqsim 3 degan sonimiz ko'p xatni ham 0 ga aylantirishi kerak bo'ladi. Demak, x o'rniga 3 dan 1 qo'yadigan bo'lsak, p 3 dan 1 barobar qavsida 3 kare 3 dan 1 ayrilgan 2 darajasi 5. Qo'shilgan 27 ko'paytirilgan 3 dan 1 ning kubi. Ayrilgan 9 ko'paytirilgan 3 dan 1 ning kvadrati. Qo'shilgan a kare 3 dan 1 qo'shilgan 3. Mana shu 0 bo'lishi kerak. Demak, birinchi kasr 3 lar qisqarib ketsa 1, 1 dan 2 narsa minus 1 ekan. 5-darajasi yana minus 1. 3 dan 1 ni kubi 27 dan 1, 27 ga ko'paytirsam 1 bo'ladi. Ayrilgan 3 dan 1 ni kvadrati 9 dan 1, 9 ga ko'paytirsam 1 bo'ldi. Qo'shilgan a taqsim 3 qo'shilgan 3 barobar 0. Birlar ayrilib ketsa, a taqsim 3 qo'shilgan 2 barobar 0. Bundan a teng minus 6 ekanligi ma'lum bo'lar ekan.
Demak, keyingi savolga o'tamiz. 63-savol. A ning qanday qiymatlari mana shu ko'p xatning ozod hadi 5 ga teng bo'ladi. Ko'p xatning ozod hadini topish uchun P0 topishimiz kerak. Mana shu 5 bo'lishi kerak ekan. X o'rniga 0 qo'yamiz. Demak, P0 barobar 0 qo'ysam 0 plus 4. 4 ning kubi bu 0 bo'ladi, bu ham 0 bo'ladi. Plus A mana shu 5 ga teng bo'lishi kerak ekan. Buning uchun A barobar 5 ayrilgan 4 ning kubi 64. Ayirib yuborsak minus 59 bo'lishi kerak ekan A'imiz. Davom etamiz. 66-savol. A ning qanday qiymatida mana shu ko'p xatning barcha koeffitsentlari yig'indisi 5 ga teng bo'ladi. Ko'p xatning barcha koeffitsentlari yig'indisini topish uchun P1 ni topishimiz kerak dedik. O'sha bizda 5 ga teng bo'lishi kerak ekan. Ya'ni P1 ni topamiz. X o'rniga 1 qo'ysam minus 1, 5-darajasi yana minus 1, qo'shilgan 1, qo'shilgan A ayrilgan 1. Bu yerga X o'rniga 1 qo'ymoqdamiz. Mana shunda uning barcha koeffitsentlari yig'indisi kelib chiqadi. O'sha bizda 5 ga teng bo'lishi kerak ekan. Birlar yo'qolib ketsa A barobar 6 bo'lar ekan. Davom etamiz. 69-savol. A ning qanday qiymatida mana shu ko'p xatning barcha koeffitsentlari yig'indisi 0 ga teng bo'ladi. Ko'p xatning barcha koeffitsentlari yig'indisini topish uchun 1 qo'yamiz dedik. Mana shu 0 ga teng bo'lishi kerak ekan. Ya'ni P1 ni topsam X o'rniga 1 qo'yaman. 1 minus A ning 215-darajasi qo'shilgan 1 ayrilgan 2 barobar 0 bo'lishi kerak ekan. Bunga ko'ra 1 minus A darajasi 215 teng bo'lishi kerak ekan 1 ga. 215-darajali ildiz oladigan bo'lsak, bu yoqda 1 minus A, bu yoqda 1. Uning uchun A teng 0 bo'lishi kerak ekan. Davom etamiz. 72-savol. A ning qanday qiymatida mana shu ko'p xatni x minus 5 ga bo'lganda qoldiq minus 5 ga teng bo'ladi. Ma'lum bir ko'p xatni ifodaga bo'lganda qoldiqni topishimiz uchun uni 0 ga aylantiruvchi sonni, ya'ni x minus 5 qachon 0 bo'ladi? Qachonki x teng 5 bo'lganda. Mana shu sonni ko'p xatga qo'yishim kerak. Shunda qoldiq chiqadi. Ya'ni P5 ni hisoblaydigan bo'lsak, bu qoldiqni topib beradi. O'sha qoldiq bizda minus 5 ga teng bo'lishi kerak ekan. Demak, x o'rniga 5 qo'yamiz. P5, 5 ning kubi 125 qo'shilgan 25 kere 5 125. Demak, qo'shilgan 5A qo'shilgan 25. Mana shu qoldiqni topib beradi. O'sha qoldig'imiz bizda minus 5 ga teng bo'lishi kerak ekan. Ya'ni biz bu yerda P5 ni hisobladik. X o'rniga 5 qo'yib, mana shu ifodada, mana shu ko'p xatda o'sha qoldig'imizni topib beradi. U minus 5 ga teng bo'lishi kerak ekan. Hisoblasak 250 ga 25, 275 qo'shilgan 5A barobar minus 5. Bundan 5A barobar 275 ayirib bo'lsa minus 280. A ni topsak minus 56 bo'lar ekan. Xo'sh, demak 75-savol. A va B ning qanday qiymatlarida mana shu ko'p xatda x ning juft darajalar oldidagi koeffitsentlar yig'indisi 30 ga, x ning toq darajalar oldidagi koeffitsentlar yig'indisi 20 ga teng bo'ladi demoqda. Demak, x ning juft darajalar oldidagi koeffitsentlar yig'indisi P1 qo'shilgan P-1 taqsim 2 dedik. Mana shu bizda 30 ga teng bo'lishi kerak ekan. P1 ayrilgan P-1 taqsim 2 dedik. Bu toq darajalari oldidagi koeffitsentlar yig'indisini u bizda 20 ga teng bo'lishi kerak ekan. Dastlab shuni sistema qilib P1 bilan P-1 ni topib olaylik. Tepada P1 qo'shilgan P-1 barobar 2 ni yoqqa ko'paytirsak 60 bo'lar ekan. Pastdan P1 ayrilgan P-1 barobar 2 kere 20 40 bo'lar ekan. Ikkalasini qo'shib yuborsak, 2 ta P1, P-1lar qisqarib ketadi barobar 100 ga. Bundan P1 barobar 50 chiqar ekan. O'rniga bu yerga 50 qo'yadigan bo'lsak, P-1imiz 10 ekanligi ma'lum bo'lar ekan. Qo'shsam 60, ayirsam 40 bo'lganligidan. Demak, ikkita ma'lumotni topib oldim. Birinchisi P1imiz 50 ga teng ekan, P-1 10 ga teng ekan. Dastlab P1 degani, demak, mana shu ko'p xatda x o'rniga 1 qo'yishimiz kerak degani. Men P1 ni hisoblayman x o'rniga 1 qo'yib. 1 qo'ysam, demak, 1 ga 1 2, 6-darajasi 64 qo'shilgan 1 qo'ysam A ni o'zi bo'ladi, 1 qo'ysam B ni o'zi qo'shilgan 11. Mana shu bizga 50 ga teng bo'lishi kerak ekan. P-1 degani esa x o'rniga -1 qo'yamiz. Bu yerga -1 qo'ysak 0 bo'lib ketadi. -1 ning kvadrati yana 1 ga teng bo'ladi. A ayrilgan B qo'shilgan 11. Mana shu P-1 u bizda 10 ga teng bo'lishi kerak ekan. Demak, yuqorisida A qo'shilgan B ni topadigan bo'lsak, birinchi tenglikdan ikkalasi, demak, 64 bilan 11 75, u bu yoqqa ayrilib ketsa -25 bo'ldi. Pastdan esa A minus B ni topadigan bo'lsak, 11 o'ng tomonga o'tib -1 bo'lar ekan.
Bularni qo'shadigan bo'lsak, nimani so'ragan edi o'zi? A va B ning qanday qiymatlari? Ikkalasini ham topishimiz kerak ekan. Qo'shib yuboraman. 2 A B'lar yo'qolib ketadi. -25 ga -1 -26 bo'lar ekan. A ni topsak -13 ekan. O'rniga -13 qo'yadigan bo'lsak, -13 qo'shilgan B barobar -25 bo'lsa, B imiz -12 ga teng bo'lar ekan. Demak, A -13, B -12 bo'lmoqda. Xo'sh, davom etamiz. 78-savol. Tenglikdan px ko'p xatni toping demoqda. Px -3 berilgan. Buning uchun px ni topishimiz kerak. Buning uchun nima qilamiz? Odatda o'sha qausning ichida turgan ifodani, ya'ni x -3 ni nima bo'lishidan qat'iy nazar x ichida, ya'ni ko'p xatni ichida turgan narsani t bilan belgilaymiz va shu yerdan x ni topamiz. X ni topsak t + 3 bo'lar ekan. Mana shu ikkala belgilash asosida ko'p xatni o'zgaruvchisini almashtiramiz. P qavsida x -3 x -3 ni t bilan belgiladik. Barobar 3 ko'paytirilgan x ni biz t + 3 dedik. Qo'shilgan 4. Buni hisoblaydigan bo'lsak, 3t qo'shilgan 9 4 bilan 13 bo'lar ekan. Ana endi biz t ni x ga almashtirib qo'yamiz. Bu degani px barobar 3x + 13 bo'lib qolaveradi. Xo'sh, demak 81-savol. Px + 1 imiz shunga teng bo'lsa, px ni topishimiz kerak. Buning uchun hozirgi usul, ya'ni x + 1 ni t bilan belgilaymiz. Bundan x ni topsam t - 1. O'rniga qo'yaman. P qavsida x + 1 ni t dedik. Barobar 3 ko'paytirilgan x kvadrat x o'rniga t - 1 qo'ydik. Kvadrati ayrilgan x o'rniga ham t - 1 qo'ymoqdamiz mana shu shart asosida. Demak, buni soddalashtiradigan bo'lsam, pt barobar 3 ko'paytirilgan t kvadrat -2t + 1 ayrilgan t qo'shilgan 1 barobar soddalashtirsam 3t kvadrat -6t qo'shilgan 3 ayrilgan t qo'shilgan 1 bo'ldi. Buni ixchamlaydigan bo'lsak, 3t kvadrat -7t + 4 bo'ldi. Ana endi t ni x ga almashtirib qo'yamiz. Px barobar 3x kvadrat -7x + 4 bo'ldi. Mana shu ko'p xatni topib oldik. Demak, 84-savol. Endi ikkita ko'p xatni yig'indisi berilmoqda. Bu holatda endi usulni qo'llab bo'lmaydi. Ikkita yig'inda bo'lmoqda. Bu holatda demak biz px ko'p xatni umumiy ko'rinishini yozib olamiz. Px ko'p xat o'ng tomonda kvadrat ko'p xat turibdi. Ikkinchi darajali, demak pximiz ham qandaydir ikkinchi darajali ko'p xat. Aytaylik, ax kvadrat + bx + s ko'rinishidagi qandaydir ko'p xat hisoblanadi. Endi bizda px - 1 berilgan. Demak, px - 1 ni topaylik. Bu degani x ko'p xatda x o'rniga x - 1 qo'yishimiz kerak degani. A ko'paytirilgan x - 1 ning kvadrati qo'shilgan b ko'paytirilgan x - 1 qo'shilgan s. Buni qavsni ochib soddalashtiradigan bo'lsak, ax kvadrat -2ax qo'shilgan a qo'shilgan, xo'sh, bu yerda bx ayrilgan b qo'shilgan s bo'ldi. Xo'sh, bu tursin mayli. Endi ikkinchisini topaylik. Px + 2. Bu degani ko'p xatda x o'rniga x + 2 qo'yamiz endi. A ko'paytirilgan x + 2 ning kvadrati, b ko'paytirilgan x + 2 qo'shilgan s. Buni qavs ochib soddalashtirsak, ax kvadrat + 4ax qo'shilgan 4a + bx + 2b + s bo'ldi. + s. Ana endi mana shu ikkalasini yig'indisi bu ifodaga teng bo'lishi kerak. Ikkalasini qo'shamiz. Ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsam, demak px - 1 qo'shilgan px + 2 nimaga teng bo'ladi? O'ng tomonni qo'shaman. Ax kvadratlar 2 ta bo'lib qolar ekan bu yerda. 2 ta ax kvadrat bo'lib. Xo'sh, demak -2ax + 4ax bo'lsa +2ax bo'ldi. A'larimiz 5 ta a bo'ldi. Bx'lar 2 ta bo'ldi. B'lar +b bo'lar ekan, +2 ta s bo'lar ekan. Mana shu bizda teng bo'lishi kerak yuqoridagi 4x kvadrat + 4x + 22 ga. Buni ayniyat qilamiz. Bu yerda ax kvadrat edi. Dastlab ixchamlab olay. Ya'ni 2ax kvadratni yozaman. X'i borlar 2ax, 2bx ikkalasidan x ni qavsdan tashqariga chiqarsam 2a + 2bx bo'ldi. Ozod sonlarimiz 5a + b + 2s. X qatnashmaganki ifoda bizda ozod xat hisoblanadi. Mana shu teng bo'lishi kerak 4x kvadrat + 4x + 12 ga. Buni 22 deya.
Buni ayniyat qilamiz. Chap tomonda x kvadratning oldida 2a turibdi, o'ng tarafda x kvadratning oldida 4 turibdi. Chap tarafda x ning oldida 2a plus 2b turibdi, o'ng tarafda x ning oldida 4 turibdi. Ozod sonimiz chap tomonda 5a qo'shilgan b qo'shilgan 2si, o'ng tomonda ozod sonimiz 22 ga teng bo'lmoqda. Demak, birinchi tenglikdan a barobar 2 ekan. O'rniga 2 qo'yadigan bo'lsam 4 qo'shilgan 2b barobar 4 bo'lishi uchun b'imiz 0 bo'lishi kerak. Demak, a ga 2, b ga 0 qo'ysam 2 kere 5 10, b 0 ga teng, plus 2si barobar 22. Bundan 2si barobar 12, s barobar 6 bo'lar ekan. A b'sini topdik, o'rniga qo'yib qo'yamiz. Demak, px deb nimani aytgan edik? Px deb mana shu ifodani aytgan edik. A b'sini o'rniga qo'yib qo'yamiz. Demak, px barobar ax kvadrat, a deganimiz 2 chiqdi. Plus bx, b 0 chiqdi, u yo'qib ketadi. Plus s deganimiz 6 chiqdi. Demak, ko'p qadimiz 2x kvadrat plus 6 ko'rinishda bo'lgan ekan. Xo'sh, demak 86 dan 90 gacha a b ning qanday qiymatlarda mana shu ko'p xat qx ko'p xatga qoldiqsiz bo'linadi. Yuqorida eslatib o'tdik, biror ko'p xat biror ifodaga bo'linishi uchun buni nolga aylantiruvchi sonlar ko'p xatni ham nolga aylantirishi kerak. Bu qachon 0 bo'ladi? X kvadrat minus 4 0 bo'lish uchun x kvadrat 4 bo'lish kerak. X'imiz plus minus 2 bo'lish kerak. Demak, bu px ko'p xatimiz qx ga bo'linishi uchun plus minus 2 da bu ham 0 ga aylanishi kerak bo'ladi. Dastlab p2 ni hisoblayman. 2 ning kubi 8 qo'shilgan 4a qo'shilgan 2b minus 4 mana shu 0 bo'lish kerak. Hamda minus 2 da ham 0 bo'lish kerak. P minus 2 ni hisoblasak, minus 2 ning kubi minus 8 plus 4a minus 2b minus 4 bu ham 0 ga teng bo'lishi kerak. Shundan a bilan b ni topishimiz kerak bo'lar ekan. Ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsak, qo'shsak, demak 8 bilan minus 8 0 bo'ldi. 4a lar 8a bo'ldi, b lar 0 bo'ldi. Bu yerda minus 8 barobar 0 bo'ldi. Bundan a teng 1 chiqar ekan. A o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, tepaga 8 qo'shilgan 4 qo'shilgan 2b ayrilgan 4 barobar 0. 4 lar qisqarib ketar ekan. 2b barobar minus 8, b barobar minus 4 bo'lar ekan. A ham b ham topildi. A 1 ekan, b minus 4 bo'lmoqda. Xo'sh, 90-savol yana o'sha shart. Demak, px ko'p xatimiz qx ga bo'linishi uchun a bilan b qanday bo'lishi kerak? Uning uchun x kvadrat minus x minus 12 ni 0 ga aylantiruvchi sonlar ko'p xatni ham 0 ga aylantirishi kerak. Bu qachon 0 bo'ladi? M kvadrat tenglama ildizlari 4 bilan minus 3 ekan. Mana shunda 0 bo'lishi kerak. Demak, dastlab p 4 shunda 0 bo'lishi kerak. 4 qo'ysam 4 ning kubi 64 plus 16a qo'shilgan 4b plus 84 mana shunda 0 bo'lishi kerak. Hamda minus 3 dan 0 bo'lishi kerak. Minus 3 deganimiz p minus 3. O'rniga qo'ysam minus 27 qo'shilgan 9a. Demak, minus 3b plus 84 barobar bo'lishi kerak. Bu ham 0 ga. Tepadan sonlarni o'ng tomonga olib o'tib yuboraman. Harflarni qoldiraman. 16a qo'shilgan 4b barobar ikkalasini yig'indisi 150. O'ng tomonga 150 mi o'zi? 64 ga 84 ni qo'shsam 148 ekan. 148 ekan. Bu yoqqa minus 148 bo'lib o'tar ekan. Pastda esa 9a minus 3b barobar minus 27 ga 84 ni qo'shadigan bo'lsam 57 qolarmikin? 57 bu tomonga minus 57 bo'lib o'tdi. Demak, tepani 4 ga bo'lib yuborsam, pastni 3 ga bo'lib yuborsam, tepada 4a qo'shilgan b barobar minus 37. Pastni 3 ga bo'lib yuborsak, 3a ayrilgan b barobar minus 19. Ikkalasini qo'shib yuboradigan bo'lsak, 7a barobar minus 56 ekan. Demak, a'imiz minus 8 ekan. A ga minus 8 qo'ysak, bu yerda qo'yaylik. Minus 8 da minus 24 ayrilgan b barobar minus 19. Bundan b barobar minus 5 ekanligi ma'lum bo'lar ekan. Tenglamani ishlaydigan bo'lsak. Demak, a minus 8, b esa 5 bo'lmoqda. Demak, 90 gacha ishlabmiz. Buguncha shu yerda yakunlaymiz. Chunki qolgani qiyinroq qismi boshlanadi. Buni 3 tadan emas, to'liq ishlab chiqamiz keyingi darsimizda, xudo xolasa. Demak, 91 dan to 115 gacha adashmasam, iqtidorli o'quvchilar uchun degan qismi ham bor. O'sha 115 gacha bo'lgan qismini keyingi darslarda demak to'liq ishlab chiqamiz oralatmasdan. Demak, buguncha shu yerda yakunlaymiz. Mana shu namunalar asosida 90 gacha ishlab ko'rsangiz bo'ladi. Videolar manfaatli bo'layotgan bo'lsa, kanalga obuna bo'lishni, like bosishni unutmang.
Demak, barcha blogerlar aytadigan gap mana shu. Va kommentariyalarda ham o'z fikringizni yozsangiz bo'ladi yoki nimadir yozib keting. Nimadir yozilsa bo'ldi menimcha. Kommentariya soniga qaraladi, nima deb yozilganiga emas. Mana shunday gaplar, demak, bizni kuzatishda davom eting.